Men Muhiddinov Azim Omonovich Surxondaryo viloyat Denov tumanida tug'ilganman. O'sha yerda tug'ilib o'sdim. Maktabni o'sha yerda bitirdim. Toshkent shahriga 74-yil, 78-yil mobaynida rassomchilik bilim yurti Benkov nomidagi rassomlar tayyorlash bilim yurtining naqqoshlik bo'limida yetuk ustozlarning qo'lida ta'lim oldim. O'qishda ish jarayonida shu ustozlardan ta'lim oldim. O'qishni bitirgandan keyin Toshkent shahrida O'zbekiston Xalq ustalar birlashmasida ishga taklif qilib, o'sha yerda ishga oldi. U yerda ishni boshladik. Bu yerda ham xuddi Jalil Hakimovning qo'lida brigadasida, naqqoshlar brigadasida ishladim. Keyin zona qilib bo'lib tashlashdi. Bizlarni Surxondaryo, Samarqand, Qashqadaryo, Buxoro viloyatlariga Samarqand Xalq ustalar birlashmasi asosiy markaz bo'lib qoldi. Shu ish jarayonimi, ishning qiziqish nimasimi bizlar vaqti kelib Surxondaryodan Samarqand viloyat Oqdaryo tumaniga ko'chib kelib, mana bu yerda shu usta birlashmasida naqqosh usta bo'lib ishlab keldim. Hozirgacha ishlab turibman. Hunarmand uyushmasining a'zosiman hozir.